Tilovat sajdasi haqida. Savol. Assalomu alaykum. Sajda oyati o'qilganda sajda qilish vojibmi yoki sunnatmi? O'qib bo'lib kechikkanda qanchalik arliqcha sajda qilish kerak? Sajda oyati qaysilar? Nima uchun sajda oyatida boshqa oyatlardan alohida farqlanadi? O'ltirib sajda oyatini o'qiganda turmasdan sajdaga borsa bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Janobi Alloh sajdani o'z ichiga olgan oyatlarni tilovat qilganda, sajda qilishni bandani o'ziga yaqinlashtiradigan ibodatlar qatorida yo'lga qo'ygan bo'lib, bu orqali to'liq xushuni qo'lga keltirish, Allohga muhtojligimizni izhor qilish va ulgimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashish, shundaqla insonning dushmani shaytonga zarba berish qatorliq turli maqsadlarga yetkili bo'ladi. Tilovat sajdasining fazilati haqida Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan mundaq hadis rivoyat qilgan. Odam bolasi sajda oyati o'qib sajda qilsa, shayton yig'lig'inicha o'zini bir chetga ilib nola qilib deydi. Voy isit menga. Odam bolasi sajda qilishga buyurildi. Sajda qildi. Uningga jannat bor. Menmu sajdaga buyurilgandim, bosh tortdim. Shunga menga do'zax bor. Janobi Alloh Qur'on Karimda oyatlarni tilovat qilganda sajdaga borganlarni mundaq madhiyalagan. Shunga musulmon kishi sajda oyatini tilovat qilish bilan birga sajdani qo'ldan bermasligi lozim. Onuğa iman keltiringlar yoki iman keltirmanglar baribir degan. Shubhasizki, uningdan burun ilm berilganlar Qur'on oyatlari ularga tilovat qilinsa darhol sajdaga yiqiladi va Parvardigorimiz pakdir. Parvardigorimizning va'dasi cho'qim o'rinlanadi deydi. Ular yig'ilgan holda yiqiladi. Ularning xushuini oshiradi. Isro surasi 107-oyatdan 109-oyatlargacha. İbn Ömer radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam bizga sajda oyati bar surani o'qib berib sajda qilatdi. Bizmi sajda qilatdik. Hatto ba'zilarimiz qistilishib ketganligimizdan peshanasini qo'yg'ida yer topolmay qolatdi. Bu hadisning Muslim rivoyatida namoz sirtida degan. İbn Ömer radhiyallohu anhuma yana rivoyat qiladi-ki, o'z vaqtida Nabiy sallallohu alayhi va sallam biz o zotning qashidagi chaqda sajda oyatini o'qib sajda qilsa, bizmi billa sajda qilamiz deb qistilishib ketganligimizdan hatto ba'zilarimiz peshanasini qo'yg'ida yermi topolmay qolatdi. Abu Salama rivoyat qilib bundaq deydi. Men Abu Hurayra radhiyallohu anhuning Iza samaun shaqqat surasini o'qib, ularning yanida Qur'on o'qilgan chaqda nemishqa sajda qilmaydi degan oyatga kelganda sajda qilganligini ko'rib, Ey Abu Hurayra, men o'zlarining sajda qilganlarini ko'rayapman-ku desam, men Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sajda qilganligini ko'rmagan bo'lsam, sajda qilmaydim dedi. Tilovat sajdasi barliq olimlarning nazarida bir sajda bilan ado topadi. Sajdaning o'rniga boshqa bir ish yoki so'z qilsa, o'rnini bosolmaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan uzun bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sajda qilishning fazilatini mundaq bayon qiladi. Allah Taala ahli do'zax ichidan xalqlarga rahmat qilmoqchi bo'lsa, farishtalarni Allohga ibodat qilganlarni do'zaxdan elib chiqishga buyuradi. Farishtalar ularning peshonasidagi sajda izlaridan Allohga ibodat qilganligini tunib, ularni do'zaxdan elib chiqadi. Alloh do'zaxga odam bolasidagi sajdaning izini ko'ydirishni harom qilib atgandir. Qur'on Karimda 15 o'rinda sajda oyati bor. Bular ba'zi imomlar 14, ba'zi imomlar 11 o'rinda bor deb qaraydi. Ko'pchilik olimlarning nazarida Haj surasidagi 2-sajda bilan oxirgi 3 qisqa suralardagi sajda oyatlarda sajda qilinadi. Bu oyatlar tilovat qilinganda sajda qilishning sababi bo'lsa, Alloh taolo bu oyatlarda bandalarni sajdaga buyurgan yoki ilgirgilarning sajdaga buyurilganda sajda qilganligini madhiyalagan yoki sajda qilmaganligini ayiblagan. Yana sajda oyatlarini o'qiganda sajda qilish, to'liq xushuni qo'lga keltirish, Allohga muhtojligini izhor qilish, shaytonning dakkisini berish va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga ergashish uchun yo'lga qo'yilgandir. Odatda Qur'on Karimda sajda oyatlaridagi sajda kalimasining ustiga siziq tortilib, oyat oxiriga sajda belgisi qo'yiladi. Sajda oyatini o'qiganda yoki anglaganda sajda qilishning hukmi ko'pchilik olimlarning nazarida sunnat, Hanafi olimlarning qarashida vojibdir. Har qarashning o'ziga loyiq dalillar bor bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sajda oyatlarini o'qiganda bir qatam sajda qilmay qolmagan. Shunga biz sajda qilsak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga ergashish orqali bu sajdadagi fazilatga erishimiz. Ba'zi olimlar sajda oyatini o'qigan kishi bilan sajda oyatini anglagan yoki anglishi udul kelib qolgan kishini ayiradi. Yana ba'zilar o'qigan kishi sajda qilmasa, anglagan kishi sajda qilmaydi deb qaraydi.
Asasen bu oyatlarni namozda yoki namozning sirtida o'qiganda yoki anglaganda ruku qilmasdan bir takbir aytib, bir sajda qilib, yana bir takbir bilan beshimizni ko'taramiz. Salom bermasakmi bo'ladi. Namozga turganda quloq qiqib, ayrim bir takbir tahrimi tushirilmaydi. Takbir tushirib sajdaga borganda ikki qo'lini ko'tarmaydi. Sajda qilib bo'lib at-tahiyyatuda o'ltirmaydi. Ba'zi olimlar sajdaga borganda takbir aytib sajda qilamiz, sajdadan turganda takbir aytmasimi bo'ladi deb qaraydi. Lekin namoz ichida sajdaga borganda bir, sajdadan turganda bir takbir aytadi. Namozning sirtidagi kishi sajda oyati o'qisa yoki anglasa, o'ri turgan holatda bo'lsa sajdaga tushadi. O'ltirgan holatida bo'lsa, o'ltirgan holatida sajdaga boradi. O'rnidan turib andin sajdaga berishi shart emas. O'rnidan turib andin sajdaga borsimi bo'ladi. Bir o'ltirishda bir yoki bir qancha qatam o'qisa yoki anglasa, har bir sajdaga ayrim sajda qilsimi, hammaga bir qatam sajda qilaversimi bo'ladi. Başdaki bir oyatga sajdaga borgan bo'lsa, keyingilarga sajdaga bormasimi, sajda qilishni o'ltirishdan qopishgacha kechiktirsimi mayli, lekin vaqtida qilish afzal. Namozning ichida sajda oyati o'qisa, darhol sajdaga berib bir sajda qilib o'tib, andin o'rnidan turib namozini kelgan yeridan davomlashtirdi. Xolisa qiroatni kelgan yerdan davomlashtirib o'qiydi. Xolisa o'rnidan turgandan keyin qiroat qilmay to'xtab rukuga bordi. Namozda turib darhol sajda qilish yoki qanchalik kechiktirish masalasida muhaqqiq olim Kamal ibn al-Humam mundaq deydi. Bir kishi namozda sajda oyatini o'qisa, agar sajda oyati suraning oxirida yoki oxiriga yaqin bo'lib, orqada sura tugaganga qadar bir yoki ikki oyat bo'lsa, xolisa surani oxirigacha o'qib o'tib, biroqla rukuga boradi yoki darhol sajda qilib o'tib, andan qiyomga qaytib surani oxirigacha o'qiydi. Uningga boshqa bir surani o'lab o'qisa, texmi afzal. Darhol sajda qilib o'tmay, oxirigacha o'qib, biroqla rukuga berib, andan sajda qilgan bo'lsa, bu ahvolda tilovat sajdasi bo'ynidan saqit bo'ladi. Chunki bunchalik araliq o'tsa, darhollik uzilib qolmagan bo'ladi. Agar sajda oyati o'qib bo'libla udul sajda qilmay, darhol rukuga berib, andan sajda qilgan bo'lsa, bu sajdada tilovat sajdasini niyat qilgan bo'lsin yoki bo'lmasin, bu ahvolda tilovat sajdasi bo'ynidan saqit bo'ladi. Shundaqla sajda oyatidan keyin ikki oyat o'qigan bo'lsa-mu, tilovat sajdasini niyat qilmagan bo'lsa-mu, tilovat sajdasi namoz sajdasi bilan birga ado bo'lib ketadiganligiga Hanafi mazhab olimlari ittifoqqa kelgan. Namozda qasdan yoki unutib qolib tilovatga sajda qilmagan ahvolda namozdan keyin sajda yoki boshqa bir ish qilish kerak emas. Chunki tilovat sajdasi namozning bir qismidek bo'lib ketgan bo'lg'achqa, namozning boshqa vojibatlariga o'xshash namoz ichida ado qilinadi. Namozning sirtida emas. Tilovat sajdasi qilganda sajdaga berishi kerak bo'lgan bo'lsa-mu, biroq namozning ruku sajdasi bu tilovat sajdasi o'rnida turib Allohni ulug'lashga kifoya qiladi. Jamoat namozida jamoatmi imomga ergishib sajdaga boradi. Imom sajdaga bormasa bormaydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Imom degan uningga ergish uchun belgilangan. Imom ruku qilsa, darhol ruku qilinglar. Beshini ko'tarsa, darhol beshinglarni ko'taringlar. O'ltirib namoz o'qisa, o'ltirib o'qinglar. Unlik o'qiladigan namozlardimi, ichida o'qiladigan namozlardimi hukm o'xshash. Biroq jamoat gangrab qolmaslik uchun ichida o'qiydigan namozlarda sajda oyati o'qimagan tuzuk. Agar o'nlik o'qiladigan namozlarda imom sajda oyati o'qib tilovatga sajda qilishni unutib qolgan ahvolda jamoat uningga sajda qilishni aslatish kerak emas. Chunki imom sajda qilish vojib emas deb qaraganlikdan sajdaga bormagan bo'lishi mumkin. Bu ahvolda imomga aslatib qo'yish uchun jamoatning sajda oyatini o'qishi yoki tasbih aytib imomning qiroatini to'xtatishi to'g'ri emas. Chunki bu ish jamoatni patparaq qiladi. Sajda oyatini namozning sirtida o'ltirgan holatda o'qigan bo'lsa, to'g'ri qarashda o'rnidan turib yurmay, o'ltirgan holatida sajdaga boradi. Ba'zi olimlar o'rnidan turib andan sajdaga berishi afzal yoki mustahab deb qaragan bo'lsa-mu, buningga tuzuk bir dalil yo'q. Sajdada xohlagan duolarni qilsa bo'ladi. Hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nafl namozlarda sajdaga borganda qilgan arabcha duolarni bilsa arabcha, bilmasa o'zining ona tilida xohlagancha duo tasbih aytsa bo'ladi. Farz namoz sajdasida aytgan tasbihni aytsimi bo'ladi. Janobi Alloh Qur'on Karimda oyatlarni tilovat qilganda sajdaga berib, sajdalarda Parvardigorimiz pokdir. Parvardigorimizning va'dasi cho'qim o'rinlanadi deganlarni Isro surasi 108-oyatida madhiyalagan. Shunga mushu duoni qilsimi bo'ladi. Ko'pchilik olimlarning nazarida tilovat sajdasi qilish uchun namozga o'xshash tahorat bo'lishi, kiyim, o'rin va badan pok bo'lishi, qiblaga yuzlanish va avratni yo'gash qatorliqlar shart qilinadi. Bu tilovat sajdasini namozga qiyos qilganlikdir. Bu qarashga asosan ayol kishi beshiga ro'mol artib, andin sajda qilish kerak.
İmam İbn Taymiya qatorliq bir qism olimlar tilovat sajdasiga yuqoriqilarni shart qilmagan. Amaliyotda hadislarda buni shart qilgan ahvol rivoyat qilinmagan. Shunga tahorat yo'q kishi sajdaga borsa, sajda fazilatiga erishsa bo'ladi. İbn Umar radhiyallohu anhuma sajda oyatini o'qiganda tahoratsizlar sajda qilaveradi. Bu qarash yana Shabiy qatorliq ba'zi salaflardan kelganligini Ibn Abi Shayba rivoyat qilgan. Ammo salaflardan junub kishi bilan hayzdar ayolning tilovat sajdasi qilmaydiganligi rivoyat qilingan. Diyarimizdagi qarilarning odatida Qur'on o'qiyotganda yoki yodlaganda sajda oyatlarini o'qimay atlab ketadigan, hatto namozdami atlab ketadigan ahvol bor. Bu to'g'ri emas. Salaflarning bunday qilishni yomon ko'rganligini Ibn Abi Shayba rivoyat qilgan. Shunga tashlamay o'qish lozim. Salaflardan kelishicha sajda qilolmaydigan kasal kishi, uloq ustidagi kishi sajda oyati o'qiganda yoki anglaganda sal yengishib ishorat qilib qo'ysa bo'ladi. Yo'lda mengib ketib o'tib sajda oyati o'qiganda yoki anglaganda bir chatga chiqib sajda qiladi. Ba'zi salaflardan sajdaga bormay Allohu akbar deb takbir tushirib manganligim rivoyat qilingan. Namoz o'qish cheklangan vaqtlardami tilovat sajdasi qilishga bo'ladi. Bu ba'zi salaflardan rivoyat qilingan. Yuqorqi ba'zi masalalarda salaflardan o'xshash bo'lmagan ba'zi qarashlarmi kelgan. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 2-nomorliq fatvo.